Assalomu alaykum qadrdonlar. Tramp Eron bilan hali hozir sulh tuzmaydi. Sababi bor. Nimagaki yaqin kunlarda, kuzlarda Oq uyga yana kongressmenlar, House reprezentativlar saylanadi. Bunda juda ko'p demokratlar %100 yutadi. Juda ko'p shtatlarda o'sha gubernatorlar, shahar hokimlari o'sha demokratlar saylanyapti. Shuni bilib turib, hozir Trampning approval rate juda ham tushib ketgan. O'sha tarixiy darajada yomon bo'lgan hozir. Shu sababli bu urushni davom ettiradi. Saylovdan oldin urushlar to'xtatdi, mana urushlar to'xtatdi, mana ekonomika ko'tarilyapti, ekonomika pasidi deb xalqni yana ishontiradi. Shunga ishontirish uchun harakat qilyapti. Bu urush Tramp xohlagan kungacha davom etadi. Bu o'sha man-made deydi, shu Tramp tomonidan uyushtirilgan bosh reja. Bunda Yevropa davlatlarini ham hamma o'sha nima davlatlarni ham Venesueladagi neftga naqa qilish, yo'naltirish. Hormuz bo'g'ozidan Saudiya, Eronda judadan katta neftlari o'tadimi? Venesuelani neftlariga egachilik qildi. Endi butun katta odamlarni o'sha Amerikaning iqtisodiyotini ko'tarib turadigan exekutivlarni chaqirganda u exekutivlar Venesueladagi neftlar juda ham yaroqsizligini aytdi. Unga juda ko'p mablag'lar sarflanishini aytdi. Bu Trampga yoqmadi. Tramp endi buni Hormuzni yopish bilan Yevropa, ayniqsa Yaponiyalarda shu Venesuela neftini olishga majburlash. Shuni sekin uddasidan chiqyapti. Bu urush Venesuelaga qaratilmaganicha davom etadi bu urush. Salomat bo'lasizlar.